Eringiz bilan urushib qolganingizda, dilingiz og'rib, yomon ahvolga tushganingizda nima qilasiz? Oldin ahmoq bo'lgan ekanman. Ketib qolar ekanman-da. Birinchi ketib qolganimda bir kundan keyin ketsam 3 kundan keyin bir hafta, bir oy. Shunaqa qilib olib ketadigan bo'pti-da mana. Hozir ketmayman. O'zi sezaman menga urush talab qilib boshlagandan. Qaysidir jonon bilan tanishsa bular, bu bilan urushsam ketib qolsa, bar keladi-ku, qaytib qayerga ham borardi. Bolalarimiz bor. Oilasini buzib ketmaydi baribir. Bu ketib tursin, men mazza qilib o'sha jonon bilan gaplashib, mazza qilib olaman, avjiga chiqib olaman-da, keyin qaytib ana zerikib bo'lgandan keyin qaytarib olib kelaman. Bar qaytib keladi, qayerga ham borardi, deydi. Yo o'rtalar bilan dachcha-pachaga chiqmoqchi bo'lsa, rejalari bo'lsa, telefon ham qilib bezovta qilavermaydi. Shuni bilan urushib olay, ketib qolsa, mazza qilib yurib olaman, deydi-da. Men ham ahmoq emas. Endi ketmayman. Endi sochlarim qilib, chiroyli kiyinib, bo'yanib, o'zimga qarab, lekin uyda poylab o'tiraman. Soatga ham qarab o'tiraman, nechida kirib chiqishini. Qo'ymayman endi.